Maktabda bitirdi bir bola. Nima qilmoqchisan deydi. O'qishga topshirmoqchiman deydi. Qaysinga desa, falonga desa, nech pul topasan dedi. Bormi hozir ham? Nech pul topasan dedi. Sen Malonga kirsang yaxshi pul topasan dedi. Oxiring, o'shunga kirsang yaxshi pul toparmish. Pul kimdan edi? Rizq kimdan edi? Shunchalar shunaqa bo'lgan, nech pul topasan dedi. Sen unga ko'ra Malonga o'qi, Malonda deydi, shunday bunday qilib pul topasan dedi. Nimaning noto'g'riligi edi bu? Tushunchani noto'g'ri. Musulmon odam bir ishga kirishdan avval so'raydi, dinim nima deydi? Shariat nima deydi? Bu aniq bo'ladi-da, qaysi hunarda qilsa ham Alloh bergan rizqini yeydi. Ko'p emas, oz emas. Faqat halol yoki harom bo'lishiga uni qiziqtiradi. Inson faqat ko'ngli xohlayotgan narsani qilayotgan bo'lsa, demak nafsini, havosini xudo qilib